Hozir men sizga 5 xil sumka ko'rsataman. Qaysi birini oyijonga, qaysi birini mani oyimga, singlimga yoki o'zingiz singlingizga yoki menga sovg'a qilgan bo'lishingizni aytasizlar. Bo'pti. Birinchi sumka Pinkodan. Sumkani kачествосiga yaxshilab e'tibor berishingizni so'ragan bo'lardim. Нереально качественный, ichidagi furnituralarini qaranglar, даже zamochkalariga o'yib tushirilgan. Kimga sovg'a qilgan bo'lardingiz? Menimcha yo seni singlingga yo meni singlingga. Nimaga? Более молодежный edi. А я не молодая. No, sen qariroqsan bo'ladi. Keyingi sumka Chanel. Shuni bilishingiz kerakki, bu Lux'ni eng birga bir kopiyasi. Kimga sovg'a qilgan bo'lardingiz? Noimga. Nimaga? Biznes ladylar taqadigan sumka ekan. Keyingi sumka Hermes brendiga tegishli. To'q qora rangda, to есть shunaqangi zo'r bazaki, hamma obrazlar bilan idealni tushadi. Kimga sovg'a qilardingiz? Buni senga qilaman. Rahmat sizga. Такой мимимишный розовый rangda. Kojasi juda ham качественный materialdan tikilgan. Kimga berasiz buni? Buxgalterimga beraverardim. Shu ish buxgalteringizga. So'rab o'tirmayman, kimga sovg'a qilardingiz deb, chunki bu sumchka menga. O'zi вообще-то bu videoni просто так oldik, hamma sumchkalar o'z-o'zimga edi. Bo'luvdi.